Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga chorshanba, barchangizga kuningiz fayzli o'tishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, bugun erta tongdan Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelganmiz. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada bir chiroyli izohlarni qoldirib turasizlar. Qirg'izistondan kelgan shunaqa toza sovuqlarni bo'g'oz variantlarini chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, kun juda ham sovuq bo'lishiga qaramasdan inshaalloh Asrorbek bilan bir chiroyli Assalomu alaykum. obzor qilib beramiz. Asrorbek, sog'lanasiz, ha, rahmat. Sizga qo'ylar oldi aka. Keldimi yangilari? Xolos yangilari keldi. Videoni oricha kuzatib aka, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursin. Xudo xolasa. Qo'ylar 3 partiya qo'y chiqarib beramiz, xudo xolasa. Ikkinchi partiyamiz 6 dona qo'yib yengil chiqarib beramiz aka. Jam bo'lishi mumkin. Pul bo'shashga beramiz aka. Xo'p, bular soni nechta? Bular soni 12 dona aka. 12 dona. 12 dona. Hammasi Qirg'izistonniki. Hammasi Qirg'izistonniki aka. Sifatlari zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Rang ro'ylari, bo'y baslari. Bo'ylarini 85 gacha deb beraveramiz. 85 gacha aka, olishsin. 85, 80 dan baland qo'ylar. 80 dan baland aka. 80 ni menimcha yo'q buning ichida. Xudo xolasa qo'ylar polon bo'g'oz hammasi. Aka, xudo xolasa hammasi bo'g'oz. Aha. Yana aka bu bitta yomon ekan mana shu. olapakkisi ham bor, mana. O'ta go'zal ekan. Ha, qo'ydi qarang. O'ta go'zal ekan, hurmatli. To'g'rini ham qarang, simjundan tashtillaydi qanday. Rangi ham joy kelishgan ekan. Endi bu tishlarni ham ko'rsatib qo'ydim aka, birolar. Mana, 4 tish. 4 tish qo'ylar. Hammasi aka. Juda ham haligi ko'p videolarimizda tishini so'rash yo boshqa qilish gap so'z bilan bu esdan chiqib qoladi-da. Aka, bu qo'y ming savlati bo'lsin, ming boshqasi bo'lsin aka, ming chiroyi bo'lsin, baribir tishi rol o'ynaydi-da qo'yda. Shunaqa. Bu tishi nechtadan bularni? Aka, 4 ta. Bo'lsa 2 ta 6 ta tishi bor. 2 ta. 2 ta. 3 ta ham emas. 3 ta ham bo'lmasligi kerak. Xudo xolasa, hurmatli onachilar, 4 tishga hisoblab olaverasizlar. 6 tishi bir 2 dona bor deyapti, lekin bitta gapki 8 tish qo'yam yomon qo'yamas. Aka, 8 tish qo'yam yomon qo'ymas. Qo'chiq aka, tishi yo'q qo'yam deb qo'yadi. Uni aka, uni yaxshilab parvarishlab, yaxshilab boqsa aka, u 8 tishi yo'q qo'yam deb qo'yadi aka. Tishi yo'q qo'ylarni to'yab turganini ko'ryapmiz. Endi juda ko'pchilik o'shani haligi tug'maydi deb o'ylashar ekanda, mana dumba holatlari tik ekan aka. Hammasiniki aka. Etlari zo'r. Hammasiniki zo'r aka qo'ylar. Etlari yaxshi holatda. Sifatlari udor aka. Qo'ylar juda tez ekan. Tez aka, hammasi. Oqidan ham bor ekan akalar. Oqi ham bor. Haligi uzun narsa ekan. Katta narsa aka. Asrorbek, endi buni narxini aytaylik obunachilarimizga. Narxini aka, u bizda har doim keladi, sotiladi aka. Biz baland qo'yib boshqa qilmaymiz. Bizda sonidan yuksak bo'ldi aka. Aha. Oldi qo'shib qilmay aka, yengil qo'yib beramiz. Necha pul qilib beramiz? Bo'ladigan qilaydi. Ha, bo'ladiganini shu bir joyga olamiz degan akalarimizga bir chiroyli narxda qilib bering o'zingiz. 6 million 700 ming so'mdan aka, uylar bo'lsa yetkazib beraman. Kami bor. O'tib ham beraman ozmas aka. Ammo qo'ylarni ham bir ko'ring aka. Ya qo'ylarni ko'rdim. Qo'ylar qo'radan chiqishni boshlaganda shu qo'ylarni xarakteristikasini tanishib bo'ldim. Mana aka. Bu ham 4 ta. Bu ham 4 ta. 6 ta endi yorgan aka. Necha pul qilib beramiz? Dangal gaplashaveraylik aslida. Dangal aka, endi 100 ming o'tib beraman aka. Necha pul? 12 ta 1 million 200 ming o'tib bergan bo'laman. Siz buni xotirjam 6,5 deng. 6,5 million qilib beraylik, obunachilarimizga bir optim hammasini bir joyga olsa, dangal nimadir o'tib bering. Endi aka 6 million 600 o'zi yaxshi qo'ydim ishkilar. Yo'q, yomon deganim yo'q. Bir joyga olamiz degan akalarimizga nimadir o'tib bering. 5,5 6,5 million so'm. Aka, mana bunday gap. Hammasini bitta joyga oldim desa 6,5 milliondan yetkazib beraman Toshkentgacha. Chiroyli xayrni qilib berasiz. Aka, telefon qilsa hammasini oldim desa yana chiroyli qilib xayrini qilib beraman. O'tkazib beringlar, xudo xolis. Hurmatli obunachilar, hech kim mo'ljaliga yetmagan. Masalan, mana shu qo'yni kimdir 10 millionga sotsa, qani endi shuni 15 millionga sotib olsam deydi. Hammamizda nafs bor. Hech kim to'ymaydi aka, oxiri o'sha ko'zga turpoq tushgandan keyin to'yamiz aka. Hammada nafs bor. O'shanga narx aytiladi, kelib hurmatli obunachilar bir savdosini qilasiz. Inshaalloh chiroyli narxlarda. Dastlabkasi qayergacha? Aka, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab bor. Lekin Toshkentgacha meni bo'ynim bundan yo'q kelishamiz. Toshkentgacha bepul. Ha, Toshkentgacha bepul. Bundan yo'q kelishilgan holda mana hurmatli obunachilar. Buni yana aka bitta gap, buni hammasini sotganda o'ylanib qolishmas aka. Telefon qilsa yoqqanini ishini bitirib beraman aka. Bitta yoqadimi aka? Ikkita yoqadimi? Endi hammani ham ro'zg'ori bor aka. Hammani ham sharoiti bor, har xil. Bitta o'yinga ham, ikkita o'yinga ham, hammasini o'yinga juda kelishtirib beraman. Xudo xolasa, endi tanlab olishga
Talla olishga o'zimiz kelishamiz. Kelishlarda holatiga qarab. U biz ham osmongacha ketibmiz aka. Talla olishga nargilarni olib chiqamiz. Nargilarni olib chiqamiz. Uydan oxirigacha ko'rib turibsiz. 4 dona qo'zi bor, bitta obunachiga aka. Zo'r qo'zlar. Chiqamiz ularni. Ularni ham chiqamiz. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga ozgina, sozgina variantdan soni anaqa ko'p emas. 5 dona, lekin xudo xolasa tetik narsalar. Bular hammasi qo'zi shekilliga bular. Yo'q, qo'zi emas aka. Tish buzganmi? Tish buzgan, 4 tish. Tish buzgan variantda mana hurmatli obunachilar. Buni chekkadagi ham tish buzganmi? Ha, u ham tish buzgan. Mana hurmatli obunachilar. Bo'ylari 80 plus. 80 plus aka, xotirjam olish uradi. 80 plusga olaverasizlar hurmatli Bo'ylar obunachilar. charchatdi odamni. O, yeb ichish yaxshimi? Yeb ichishga sog'lig'i bir hafta 15 kunga holati bor. Xo'p, charchatdi deganda hurmatli obunachilar, o, dalanishdan hozir yarim soatda olib chiqdik. Xudo xolasa yeb ishlarini yaxshi deyaptilar. Yeb ishlari zo'r aka, a'lo darajada. Men qo'l oyoqlarini ko'rdim lekin hozir gap bo'lishi mumkin emas aka. Charchatib o'ltirdi odamni. Mashinada yugurib yetib olmasangiz shunchaki yeyish qiyin, qo'ylarning sog'ligi zo'r. Qachon keldi o'zi bular? 3-4 kun bo'ldi aka. Mana buni qo'ylar qarang. Bir tuloga keldi oma qo'ylar. Mana. Simjim bo'lib chiqyapti ekan. Ha, mana aka, tanga qarang. Gap yo'q. Qo'ylar, mana tishlari ham. Yaxshi mana. Ha, 4 ta akalar. 4 ish. Bo'g'ozmi bular ham? Bular bo'g'oz aka, hammasi yelan tashlab bildirib qo'ygan aka. Bo'g'oz variantda hurmatli obunachilar. Xudo xolasa nari partiyaga 12 ta chiqardik a. Ha, nari partiyaga 12 ta. Hammasini bir joyga olib qo'yadigan siz hademay bir 30 tadan oshib ketadigan variantda. Xudo xolasa hurmatli obunachilar. Xo'p, bular narxini necha pul qilib beramiz? Aka, bular narxini oldiga oshdi qilmayman. Aha. Xo'p. 5 million 800 mingga Toshkentgacha meni bo'ynimda yetkazib beraman. 5 million 800 ming. 5 million 800 ming so'mdan. Xo'p, bir joyga olsa kamini qilib berasiz. Yana o'tib beraman aka. Chiroyli qilib. Bunda gap gapiram 100 ming bo'lsa 500 ming bo'larkan 1 million o'tib berib 5 million 600 ming so'mdan yetkazib beraman. 5 million 600 dan 5 million bir joyga ketaveradi. Bir joyga ketaveradi aka. Dastavkalar o'sha gap. Dastavkalar o'sha gap aka. Bizni bo'ynimizda. Mana hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab Toshkentgacha Asrorbek dastavkalarni uyushtirib beradilar. Undan yog'iga kelishilgan holda dastavkalarni amalga oshirsa bo'ladi. Xolos aka, telefon qilsa qo'ylar ketdi yana chorsi. Xo'p, nari partiyani olib chiqamiz. Nari partiyalar olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, akalar, bu partiyaga mana shu Qur'ani o'zidan video qilamiz. Soni 4 dona qo'zi sog'liqlar. Qo'zi sog'liqlar. Xudo xolasa mana dumba holatlarini ko'rib turibsizlar. Bo'y baslari bir 75 dan baland a? 75 dan baland, bitta 70ligi bor aka mana. Bitta 70ligi bor. Qolgani uni 3 tasi 75 dan baland holatda hurmatli obunachilar. Etlari yaxshi ekan. Hammasiniki zo'r aka etlar. Yosh oyligi necha oylik deb beramiz? Aka, yosh oyligi 6 oylik pili solish olsa. 6 oylikdan katta. 6 oylik. Ha. Qo'ylar lekin tetik bo'lib qolgan hurmatli obunachilar. Mana yuzlaridan ham bilib olsalaring bo'ladi. Holatlari yaxshi. Bular ham aka 2 kun bo'ldi yetib kelganiga. Aha. Endi rasmona charchoqdan chiqib o'rgani yo'q qo'ylar. Charchog'i bor. Charchog'i bor. Mana akalar, etlari, yeb ishlarini sinab oldingizmi? Yeb ishlar sinadim aka. Yeb ishlariga bir hafta emas aka, 15 kunga kafolat bor. Xotirjam olib so'radi telefonda. Bemalol. Xudo xolos qo'ydi. Xudo xolos mana akalar. Holatni ko'rib turibsizlar. Mana qo'rani o'zidan go'shtlangan qo'ylarni mana akalar. O, bu tarafda ham bor. Xo'p, Asrorbek, bular narxini aytib qo'ya qolaylik. Soni 4 dona ekan. Ha, bu aka obunachilarimiz kutib turmaylik. Xudo xolosa. Aka, bu 5 million haligi 4,5 million yo'q aka. Aha. Bitta joyga olsa 4 million 200 ming so'mdan yetkazib beraman. 4 million 200. 4 million 200 dan yetkazib beraman. O'tib ham berasiz aloqa chiqsa. Endi o'tib berishdi, joyi ham qolmashkilik o'zi. Charchaganim o'zi aka, o'shaning ko'p gapirmay yurmayapti. 4 million 200 dan xayriga nimadir o'tib bermaysan? Bir o'tib beraman aka, telefon qilsin, bitta joyga oldim deysiz, mana aka, o'tib beraman. 4 tasini bir joyga olinsa, o'tib beriladi, hurmatli. Ammo o'ta go'zal narsalar aka. Yo'q, holati yaxshi ekan. Shaxsan masalan menga ham yoqdi. Qo'ylar juda tez, hurmatli obunachilar. Mana bu qo'zlar qarang aka. Badanlari ham zo'r aka, qo'zladi. Eti zo'r ekan. Etlari ham zo'r. Hop, dastavka masalan 4 tasini bir joyga olsa ham Samarqandgacha ketaveradimi? Ketaveradi aka, Samarqandgacha. Samarqandgacha ketaveradi mana hurmatli obunachilar. Mashq qo'yam. Juda aka, ertaga boqib olib chiqsa ham aka dahshat haligi bo'ladi aka. Xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa Asrorbek videoni yakunlayveramizmi? Xudo xolasa, menimcha hamma ma'lumotni berib bo'ldik. Bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kamchiliklarimizni bemalol kommentariyada yozib o'tib ketaverasizlar. Xo'p, mana bu tarafda o'sha boya olib chiqqan sog'liqlarimiz kesalaring. Ustida gaplashamiz, aka kesalar ustida gaplashaveramiz. O'tib ham men qo'lim akam qissa aka, xudo xolasa o'ylagan narxlardan ham o'tib beraman. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, videomizni mana shu yerda yakunlaymiz. Videomizni oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Ash ikkita qorani birinchi aytib o'tgan narxi nech pul? U bitta qora, bitta sariq aka, egiz u. Nech pul u?
O'n aka ras olaman degan xaridor bo'lsa 2000 ga beraman aka. 2000 dollar. 2000 dollarga. 2000 dollarga mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Videomizni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar.